Assalomu alaykum Sherzod aka, yaxshimisiz? O'zingiz sejimi? Men Lakatga bordim, uylaringizga bordim, yo'q ekansiz. Men Shahristondan, Chashmasordan bo'laman. Ismim Po'latxon bo'ladi. Sizga shu bloger aka bir ish yuzasidan shu Lakatga uylaringizga bordim. Rossiyaga ketib qolgan ekansiz. Shunga ozgina ishim bor edi. Agar kelsangiz agar shu xabarni berib qo'yasizmi? Shu telefon nomerlaringizni, shu nomerimni men otangizga berganman. Dadangizga men nomerimni berganman. Shu Sherzod aka, bloger aka, shu ozgina yuzma-yuz ko'rishib, sal ishlar bor edi, sal maslahatlar bor edi. Shuni hal qilsak edi. Nima dedingiz? Bir ikkovimiz ko'rishib, o'tirib bir maslahat qilsak kerak, maslahat qilsak. Agar xo'p desangiz uchrashsak, agar Rossiyadan kelsangiz agar shu telefonlarimga shu qo'ng'iroq qilsangiz. Telefon bilan tushuntirib bo'lmaydi-yu, shu yuzma-yuz ko'rishib, odam uchrashib shu o'zingizga tushuntirsam betarda. Kutaman sizni Sherzod aka, bloger aka. Kelsangiz addi shuni men sizga ro'para bo'lib tushuntiraman. Mayli.